Davlatimiz rahbari tomonidan joriy yil 21 avgust kuni O'zbekistonda futbol sohasini raqamlashtirish va ommaviyligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror imzolangan edi. Qaror ijrosi doirasida Farg'ona viloyatida amaliy harakatlar boshlandi. Fikrlarimiz isbotini O'zbekiston tumanidagi Beruniy nomli mahalla fuqarolari yig'ini misolida ko'rish mumkin. Prezident qarorida belgilangan har bir mahallada futbol maydoni dasturi doirasida tuman hokimligi, mahalla faollari, tadbirkorlar hamkorligida aniq reja ishlab chiqildi va shu asosda futbol maydoni atrofida 300 metr uzunlikdagi yo'l qurildi. Mahalladagi eski futbol maydoni qayta ta'mirlanib, foydalanish uchun imkoniyatlar yaratildi. Tashkilotchilarga, avvalo prezidentimizga mana har bir mahallada bittadan stadion degan qarorlarni chiqarishdi. Rahmat. Davlatimiz rahbari tomonidan mahallalar infratuzilmasini yaxshilash, odamlar farovon hayot kechirishlarini ta'minlash, yoshlar o'rtasida sportni ommalashtirish maqsadidagi tashabbuslari O'zbekiston tumanidagi Beruniy nomli mahallada istiqomat qiluvchi aholiga katta kuch berdi. Ko'pchilikning sa'y-harakatlari bilan erishilgan natijalardan esa bevosita shu hududda yashovchi keksa yosh birdek manfaat ko'rmoqda. E'tirof etish kerak, ushbu mahalla o'z futbol maydoniga ega bo'ldi. Endi bu yer har kuni sportsevarlar bilan gavjum. Bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadidagi yoshlar shu yerga kelishadi, sport bilan shug'ullanishadi. Futbolga ishqibozlar jamoalarga bo'linib bahslashadilar. Albatta bu masalada mahalla raisi ham o'z faolligini ko'rsatyapti. Hududda yashovchi 10-15 yoshli o'quvchilar o'rtasida sportning futbol turi bo'yicha musobaqa tashkil etilishida ham uning alohida xizmati bor. 20 ta jamoa ishtirokida o'tkazilgan futbol chinakam shouga aylanib ketdi. Hatto O'zbekiston tumaniga investitsiya kiritish maqsadida Rossiyadan kelgan investorlar ham mahalla yoshlari o'rtasidagi futbol shousiga tashrif buyurishdi. Yakunda g'oliblar aniqlandi, faol futbolchilar saralandi, ularga kubok, medallar topshirildi. Faxriyorlik hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlangan ishtirokchilarga kelgusida katta yashil maydonlarda to'p tepish nasib qilsin deya omadlar tilandi.